Nimalar tayyorladingiz bugun? Siz yaxshi ko'rgan tvorogli pirog, kiyingizni alishtiring. Solyapsanmi? Masanga. Aha. Rahmat. Hozir pulingizga qo'shib qo'yaman. Bu sanga. Tushundim, pulingizga qo'shib qo'yaman hozir. O'zingni ehtiyojlaringga kiyim ol, xohlasang oyoq kiyim ol, xohlasang dazmol deyatding, dazmol ol. O'zingga beryapman shaxsan. Amangami? Nima deyishni bilmayman endi hozir. Rahmat. Pulim ko'p bo'lsin, ha? Pulingiz ko'p bo'lsin. Menga beribsiz, sizga ko'pgina bo'lib qaytib kelsin. Har oy mana shunaqa xursand qilib turavering. Lekin men bu pulni hozir bitta chiqqanda yo'q qilveraman. Shuning uchun bundan ko'proq pullar berishga harakat qiling. Va shunaqa gap bor. Ayol kishining rasxoti qancha ko'p bo'lsa, erkak kishi shuncha ko'p pul topadi degan joyi bor. Shuning uchun men rasxotlarim katta, siz ham ko'pgina pullar toping. Menga beribsiz, rahmat kattakon. Sizni yaxshi ko'raman, baxtli bo'laylik. Pul uchun rahmat. Yig'ib qo'ygan pullarimga yana qo'shib qo'yaman. Nimaga? Yig'ib qo'ygan pullarimga qo'shib Sen qo'yaman. qattiq yig'ib qo'ygan puling bor. O'shani ham so'rang. Keshbek-peshbekdan yig'gandirman. Bor, olib chiqib ko'rsatchi menga tez. Qayerda puling bor sen? Tushunmadim. Bor, olib chiqib ko'rsat menga pulingni. Men pulingizni oling, keshbekimni pulini hayotda bermayman sizga. Ha, aytgancha, tvorogni pulini bering. Siz uchun tvorog pishirganman. Tvorog uchun. Tvorog qimmat. Men qancha mehnatim ketib, asabim ketib, mehrim ketib pishirganman. Bu pul kam, yana bering. Hazillashyapman. Bu senga, o'zingga. Men hazillashganim yo'q. Sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikalatdan chiqqan sevgilim, ana